kuniga 1,5 milliondan 6,5 milliongacha savdo qiladigan igrovой zonadan tayyor biznes topib qo'yganmiz. Narxini taxmin qilib turinglar. Bitta like bosib oxirigacha ko'rsanglar, narxlari bilan ko'rsatamiz. Voy, mana shu orujani o'zi ham $1000 ekan. Bundan tashqari 4 ta kamon, har biri $50 dan, o'qlari $5 dan ekan. Ko'rib turganlaridek, mebellari, stullari, orqadagi o'yinchoq taxlash uchun mebellar, stilajlari, o'yinchoqlari bilan hamma narsasi bilan qo'shib beriladi. Bu joyda har shanba, yakshanba kuni konsert bo'ladigan, bu degani odam juda ham gavjum bo'ladi degani. Joy ham katta, 100 kvadrat. Bu joyga sizlar har xil attraksionlar, baraban, ribalka bolalar o'ynash uchun o'yinlar ko'paytirib qo'ysanglar, savdoni yana ham qo'shib ko'paytirsanglar bo'ladi. Va bundan tashqari, agar sizlar bu o'yinchoqlarni yoki o'yinlarni qayerdan topishni bilmasanglar, akalarning o'zlari hamma narsani hal qilib, yo'lga qo'yib, ish faoliyatinglar qilib beriladi. O'zini ishchi xodimlari bor. Sizlar boshinglar qotirib o'tirishinglar shart emas. Kameradan kuzatib, savdoni pulini olib ketib tursanglar bo'ldi. Akalar joyi ko'rib turibsizlar, atmosfera prosta bomba. Ishlash uchun hamma narsa yetarli qilib qo'yilgan. Bu joyda ko'zingizga ko'rinib turgan hamma narsa beriladi. Joy kvadrati 100 kvadrat, arenda narxi $2000 ekan. Biznes narxiga kelsak akalar, remontdan tashqari $4000 oshiqroq ketgan ekan. Bu joy sizlar $2800 va yana kelib ozgina sunnatiga o'tib beriladi. Kelishib gaplashib baraka qilsanglar bo'ladi. Lokatsiyasiga kelsak, Haytown Mall 4-etajda joylashgan. Bu videoni kam pul bilan qanaqa biznes boshlasam bo'ladigan yaqininglarga jo'natib qo'yinglar, like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin.